Mirzo Ulug'bek tumanidan sifatli qurib bitkazilgan kompaktli xonadon qidirayotgan mijozlarimiz uchun Mevazor mahallasida 2 sotuv yer maydoniga qurib bitkazilgan shu fayzli xonadonimiz sotuvda. Jiloy maydoni 300 kvadrat metr, podval qismimizda basseyn, saunalargacha bor. 5 ta xona, 2 ta hol, 4 ta sanuzel. Bitta mashinaga avtomatik darvozalar qo'yilgan, navesli joy qoldirilgan. Chiroyli shinamgadan zeleniya zona, odam kirib chiqishi uchun kalitka. Bunaqa hovlimizda 2 ta yonma-yon qurib bitkazilgan. So'killari haqiqiy granit, alikaponlar ishlatilgan. Ichki qismlarini ko'rsatib o'taman. 2 ta aka-uka yokida 2 ta o'rtoqlar qidirayotgan bo'lsanglar, yonma-yon juda ham ma'qul bo'ladi. Kirishimiz bilan bizani hol kutib oladi. Korobkalarga ahamiyat qilmaysizlar. Oshxonamizga razdvijnoy eshiklar qo'yilgan. Katta panoramli oynalari bilan to'g'rida zalimizda joylashgan. Razmeri keng, katta qilingan. Bemalol shu yerda mehmonlar kutaverasizlar. Podvalga va ikkinchi qavatga chiqadigan lestnitsalarimiz juda ham sifatli bo'lgan, ko'rishingiz mumkin. Umumiy sanuzel did bilan odamning ko'zini charchatmaydigan ranglardan foydalanilgan va birinchi qavatga tegishli spalnamiz. Sizlarga uyimizni ikkinchi qavatini ko'rsatib o'taman. Orqa hovli ham qoldirilgan, havo aylanishi, quyosh tushishi hammasi hisobga olingan. Uyimizning ikkinchi qavatiga chiqishimiz bilan bizani shunaqa chiroyli atmosfera kutib oladi. Keng hol qilingan, televizor qo'yib, divanni zona qilib maza qilib o'tirishingiz uchun sharoitlar bor. Balkonchikimiz qoldirilgan. Bitta spalni. O'g'il bolalarga deb mo'ljal qilsanglar ham bu yoqda yana qo'shimcha xonalar bor. Ikkinchi spalnimiz ichida o'zini sanuzellari bilan keng sanuzellar qilingan. Ota-onalar uchun mo'ljallangan spalni va yana bitta bolalar yotoqxonasi. O'sha rangi boley, nejniyroq qilingan, qizlarga mo'ljallangan. Yonginasida ikkinchi qavatga tegishli umumiy sanuzellari bilan sizlarga uyimizni podval qismlarini ko'rsatib o'taman. Lestnitsadan uyimizni podval qismiga tushganimizda bizani birinchi xonamizda dam olish zonasi, basseyn va sauna joylashgan. Keng sauna, basseynimizning razmeri kichkinaroq, bu yoqda mana sanuzellargacha bor. Hozirgi kunda juda ham katta basseyn qilib rasxod qilib o'tirish yaxshi ko'rmaydigan mijozlarimizga ma'qul bo'ladi. Issiq kunlarda muzdagina suvga tushib va qishda saunadan chiqib tushinglar uchun yetarli basseyn, joydan unumli foydalanilgan kattagina splashnoy hol va kotelimiz joylashgan. Uyimizning narxini $335 ming narxlaymiz. Narxlari kelishiladi. Nomerni yozib qoldiraman. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin.